Bismillahirrohmanirrohim. Bir ko'za suvga teng. Bir podshoh qabziyat kasaliga yo'liqib, ichi yurmay qolibdi. Rosa qiynalib ketgach, kim meni bu kasallikdan qutqarsa, saltanatimni o'shanga beraman debdi. Bu so'zni eshitgan donishmandlardan biri podshoh oldiga kelib, qornini silagan ekan, hukmdor shifo topibdi. Sevinib ketgan shoh, "Qani taxtimga chiqib o'tir? Butun saltanatim va'daga binoan senga bo'ldi", debdi. Shunda donishmand, "Yo'q, podshohim, taxtingiz o'zingizga buyursin. Faqat uning qiymatini, qadrini bilib qo'ysangiz bas. Bu dunyoning bir ko'za suvchalik ham qadr-qimmati yo'q. Agar uni icha olmasangiz ham saltanatni berasiz. Ichib chiqara olmasangiz ham saltanatni berasiz", debdi. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.